2023-yil 4-noyabr Daft Boom'ning kanaliga Telegram mafiya hujum qildi va bir necha videolar o'chib ketdi. Ammo shu payt Invisible Narratives nomli kompaniya Daft Boom'ning kanalini himoya qilishini aytdi. Faqatgina Skibidi Toilet huquqini berish kerak edi. Daft Boom'da boshqa imkon ham yo'q edi va Skibidi Toilet huquqini invizlarga topshirdi. Bugungi videoda shunga o'xshash va Skibidi Toilet fandomida nimalar bo'layotganini tushuntirib beraman. Dork-Luzerni kanalida chiqqan ikkita tushunarsiz video nimani anglatadi? Daft Boom 80-epizodni animatsiya qiladimi? Michael Bay'ning shuncha vaqt kutilgan filmi yomonmi? Shu va shunga o'xshash savollaringizga javob beraman. Hammaga salom, sizlar bilan Speaker Boom va biz videoni boshladik. Skibidi Toilet 79-epizod 3-part chiqqandan keyin Dork-Luzerni kanalida qandaydir g'alati video chiqdi. Va u yerda agentlar o'zlarining kallasiga qarab turar edi. O'zlarining kallasi mastur, lekin mayli. Keyin 79-epizodning to'liq versiyasi chiqdi va u epizodda 3-partdagi baglar to'g'irlanmagan edi va 1-part ham bir joyiga kirgan edi. Va Dork-Luzerni kanalida yana bir video chiqdi va u yerda avval toilet bo'lgan odamlar hojatxonaga qarab turar edi. O'sha paytda biz o'ylagandik Daft Boom prosta Skibidi kontent yaratib charchagan bo'lsa kerak deb, ammo Daft Boomning kanalida stream boshlandi. Va shu payt u post joyladi. U endi professional komanda bilan ishlashini va endi u prodyuser bo'lishini aytgan edi. Keyinchalik 80-epizod tez orada chiqishini Daft Boomning adminlari aytishdi va epizod qanchalik pizdati bo'lganini ta'riflab berishdi. Ammo 80-epizodning o'rniga Musir Emergency chiqdi. U hech kimga yoqmadi va fanatlar bu narsada invizlarni ayblashni boshlashdi. Chunki epizodda bu invizlar tomonidan qilingani ta'kidlangan edi. Keyin bir hafta o'tib Emergency'ning treyleri chiqdi va fanatlar bu yerda nimadir noto'g'riligini sezishdi va ular inviz Daftning kanalini o'zlashtirib olishganini sezdi. Men invizlar bilan bo'lgan hamma voqeani aytib o'tmoqchimasman, chunki video uzun bo'lib ketadi. Shuning uchun eng asosiy voqeani aytib o'taman. Yaqindagina Iron kameramen, yana Armxov Michael Bay tomonidan qilingan filmni bir qismini ko'rgani haqida video chiqardi va u o'z ko'zlari bilan ko'rgan kadrlarni sun'iy intellekt bilan yetkazib berishga harakat qildi. Va u kadrlar shunchaki axlat. Chunki shuncha vaqt Michael Bay'dan kutgan filmimiz bunday yomon bo'lishi hech kimni xayoliga kelmagan edi. Keyinchalik u Inviz kompaniyasining sobiq xodimi bilan intervyu oldi va ma'lum bo'lishicha invizlar Daft Boomning kanalini o'zlariga olish uchun Michael Bay'ning yuzini ishlatishgan ekan. Oddiy qilib aytganda, Michael Bay invizlar bilan birga ishlamaydi. U shunchaki invizlarni mashhur qilish uchun odam, u shunchaki borligi uchun invizlar pul to'lashadi ekan. Va Michael Bay hech qanaqa Skibidi Toilet bo'yicha film olmagan ekan. Bu shunchaki Daft kanalini invizlarga berishi uchun shunday cho'pchak o'ylab topgan ekan. Men chuqurlashni xohlamayman. Agar aniqroq ma'lumot olishni istasangiz Armxovni videosini ko'rishni maslahat beraman. Daft Boom endi 80-epizodni qilmaydimi? Bu savolga aniq javob yo'q, ammo oxirgi ma'lumotlarga ko'ra, invizlar shovqinni pasaytirish uchun ular Strider nomli animatorni 80-epizodni qilishi uchun pul to'lagan ekan. Va hozir Strider epizodni tayyorlamoqda. Ko'pchilik Striderni bunday xiyonat uchun ayblashdi, ammo u tushuntirdi. U oilada yagona pul topuvchi va oilasini boqish uchun u pul topishi kerakligini aytdi va unga invizlar katta miqdorda pul to'laganini ta'kidladi. Keyinchalik aniq bo'ldiki, 78-epizodda fanmeyderlar yordam berishini Daft Boom so'ramagan ekan. Ularni invizlar yo'llagan ekan, chunki epizodlar sekin chiqishni boshlagan edi va nimadir qilish kerak edi. Ammo u fanmeyderlarni epizodi Daft Boomga yoqmadi va o'zi qilishga qaror qildi. Invizlarga Daft Boomning kanali nimaga kerak bo'lib qolganini aniq sababini bilmayman. Ammo men o'ylashim bo'yicha invizlarga epizodlar sekin chiqishi yoqmagan va ular endi tezroq kontent qilish uchun Daft Boomning kanalini olishgan. Aytgancha Armxovning Skibidi Toilet film haqidagi videosidan keyin Daft Boom Twitter sahifasida avatarkasini o'zgartirdi. Endi u kulib turadigan Daft Boom emas, seriyozli Daft Boom. Uni reaksiyasidan tushunishimiz mumkin, invizlar unga daje filmni ko'rsatishmagan. Aytgancha Dork-Luzer yaqindagina yangi yil bilan post qo'ygan edi. Eslatib o'tay, u Daft Boomni ikkinchi kanali va orqa fonda biz Daft Boomni va qandaydir siluetni ko'rishimiz mumkin. Bu aniq kimligi noma'lum. Ammo bu Valve kompaniyasi bo'lishi mumkin. Chunki Daft Boom yaqindagina o'sha kompaniyaga Twitterda obuna bo'ldi. Shuningdek, 31-dekabr kuni yana bir post qo'ydi va shunday dedi: 2026-yil mening yilim, ishonurlar.
deb qo'ygan edi va u yerda yashirin so'z bor edi, ya'ni men hali ham shu yerdaman degan. Ya'ni Dafqbum qandaydir gaplari bilan bizga namyoq qilmoqchi, invizlarni og'ziga berilar deb men shuncha gap gapirdim. Ammo sizda savol bo'lishi mumkin. Nega Dafqbum yangi kanal ochib Skibidi Toilet epizodlarini davom ettirmaydi deb? Javob oddiy: kontrakt. Gap shundaki, 2023-yilda Dafqbum invizlar bilan kontrakt tuzgan. 2024-yilda bu kontrakt yanayam kuchaytirilgan. Ya'ni Michael Bay'ni deb Dafqbum Skibidi Toilet huquqini invizlarga berib yuborgan. Aytmoqchimanki, Dafqbumning kanalidagi Skibidi Toilet barcha video endi invizlarga tegishli va Dafqbum yangi kanal ochib Skibidi kontentini davom ettirsa, invizlar uni sudga beradi. Yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Dafqbum 2024-yildan beri YouTube'dan umuman monetizatsiya olmas ekan. Kimdir bilmasa qisqa qilib aytib o'taman. Monetizatsiya bu YouTube'dan prosmotr uchun pul beriladigan narsa. Agar ko'p prosmotr olsa, ko'p pul beriladi. Agar kam bo'lsa, kam beriladi. Hammamiz bilamizki, Dafqbumning har bir videosi millionlab prosmotr oladi. 2023-yilda Dafuq Rossiya Federatsiyasida bo'lgani uchun u YouTube'dan pul ololmagan. Qachonki invizlar kontrakt qilgandan keyin invizlar monetizatsiya olishni boshlagan. Dafuq boshqa mamlakatga chiqsa, ular monetizatsiyani qaytarib berishini aytishgan. Ammo qachonki Dafuq boshqa mamlakatga o'tgandan keyin qaytarib berishmagan va Dafuq hech narsa qila olmagan. Aytgancha, Striderni 80-epizodga animatsiyasini Zak Dor degan youtuber oshkor qildi va biz u yerda vayron qilingan bazani va u yerga qarab turgan Gertsaginyani ko'ryapmiz. Keyin astrolikopcha unga nimadir deyapti va bizning operator o'ldi. Umid qilib qolamanki, Strider epizodni yaxshi tayyorlaydi va Dafqbumning uslubini qaytara oladi. O'zi aslida bu muammolar tugashini men kutgan edim va men YouTube'dan yo'qolib qolganimni ham sababi shu. Dafqbum va invizlar bilan muammo hali hamon davom etmoqda. Tez orada bu problema hal bo'lsa kerak. Kanalim haqida ham aytib o'tsam, men Skibidi olamini tahlil qilishdan to'xtamayman, ammo endi tahlillar kamroq chiqadi. Chunki tahlil qilgani hech narsa yo'q va men hype uchun video qilishni yomon ko'raman. Agarda 5000 ta obunachi bo'lsak, men montaj uslubimni oshiraman va videolarim 2 barobar yaxshiroq bo'ladi. Shuning uchun obuna bo'lishni unutmang. Men oxirgi 2 oyda ko'pchilik youtuberlarni asl yuzini ko'rdim. O'zbek youtuberlar emas, g'arblik youtuberlarni, chunki ko'pchiligi shunchaki aktiv yig'ish va pul topish uchun videolar chiqaryapti va qandaydir yo'l bilan prosmotr yig'ishga harakat qilishyapti. Ha, mayli, nima ham derdim. Agar videoimni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz rahmat. Kanalga obuna bo'lib like bosib qo'yishni unutmang. Shuningdek, Telegram kanalimga obuna bo'ling. Men u yerda Skibidi Toiletga bog'liq ma'lumotlar tashlab turaman. Hammaga xayr, keyingi videolarda ko'rishguncha.